Assalomu alaykum do'stlarim, like bosib charchamayapsizlarmi? Geji YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi videorolikimizda bitta ko'k agent, bitta sariq agent ochib, videomizni qiziqarliroq qilishga harakat qilamiz. O'zi bugun akkaunt obzorini ko'rsataman sizlarga. Akkauntni umuman ko'rmaganlar uchun. Xo'p, bo'lmasa biz videorolikni boshladik. Sizlar like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bo'lmasa birinchi agent ochishdan boshlaymiz, ko'k agent. Qani kim chiqargan? Italiyalik bitta normalniy himoyachi bor, yo'q. Boshqa ekan, men o'ylagandan boshqa ekan. Calafiori deb o'ylab turgandim. O'zi 73 fotografiya desam 71 ekan. Nu sotvoramiz baribir. Qani u futbolchi. Hop, fitnessga ham, texnikaga ham yaxshi lekin. Fitness ham yaxshi, mayli, fitnessga sotvoraylik. Chunki hozir Mendesh bilan Oliseni kuchaytirishimiz kerak-da mana. Olisiga ani kerak ko'proq, fitness ham kerak, texnika ham kerak, lekin Mendeshga ani bera olmaymiz-da hozir chunki mana. 300 chiqib bo'lganda endi faqat texnikaga berish kerak Mendeshga. Agar sariq o'yinchida normal o'yinchi tushsa, qoldiramiz. Agar bo'lmag'ur o'yinchi tushsa sotvoramiz. Sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, men sariq agentni ochdim. Qani kim chiqargan? Taxmininglarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kolumbiyalik Luis Diazmikin. Bitta sariq o'yinchi Luis Diaz bor. Ha, o'sha Luis Diaz ekan. No, sotsa ham bo'ladi Luis Diazni. Kolumbiyadan o'zi bitta sariq o'yinchi bor-da, adashmasam. 9 dan soldi. Luis Diaz. No, Luis Diaz sotsa ham bo'ladi. Prime davri sotvoramiz bugun. Nima qilsak bo'ladi Luis Diaz? Hujumchilar ko'payib ketganda Luis Diazga hozir unchalik joyi yo'q. Sotvora qolamiz do'stlar. Texnikaga ketdi Luis Diaz. Hop, fitnessdan beri boshlaymiz. Iloji boricha Mendeshga tushmasa yaxshi bo'lardi fitness. O'zi fitnessdan ko'p ham yo'q unchalik. Bitta bersak tezlanish 100 bo'ladi Oliseni. Kuchiga tushmagani yaxshi, lekin Oliseni Mendeshga tushdi. Mayli. Ikkita texnikamiz bor, bo'lsa bismillahirrohmanirrohim. Iloji boricha Mendeshni shu takling koptaga olib qo'yishni ko'k qilishimiz kerak. Oliseni taklingga umuman tushmasligi kerak-da. Yaxshi takling. Olisega ham juda ajoyib tushdi. Mendesh ham o'zi ajoyib tarzda kuchaymoqda. Mana kuchayganini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. No, yaxshi ketyapti Olise. 600 chiqarish imkoni unchalik emas, lekin 500 chiqarishimiz mumkin-da. Mendesh ham juda ham zo'r kuchayapti. Bo'lmasa akkauntda obzorini ko'rsataman sizlarga. Mana shu akkaunt hozircha Bastonini ham full qildim, 400 chiqdi. Mana akkaunt ko'rishingiz mumkin. O'sha qizil playerlar ancha kuchayib qolgan. Hozir sizlarga statistikalarni ko'rsataman. Hop, mana Dembelening kuchaygan statistikasi, bu ham o'rtacha normalniy kuchaygan, Rodri unchalik zo'r kuchaymagan. Hakimi ham yaxshi kuchaygan desa bo'ladi, chunki pas bilan kontrol ko'targan. Van Dijk unchalik kuchaymagan lekin. Gabriel ham yaxshi kuchaygan, mana ko'rishingiz mumkin. Mana Donnarumma reaksiyasiga ko'proq tushgan. Lewandowski udari 100 bo'lganda ancha zo'r o'ynardi-yu, lekin shu holati ham yaxshi kuchaygan. Declan Rice
o'rtacha kuchaygan desak ham bo'ladi, chunki o'rtada o'ynaydi o'zi. Bitta ham sariq darajasi yo'q, hammasi yashil, ko'k bo'lib yotibdi. Ko'k darajasi ko'proq. Saliba ham unchalik zo'r kuchaymagan, lekin mana De Bruyne buni o'zi zo'r kuchaytirib bo'lmaydi. Mendes hozir ajoyib kuchaymoqda, Mendes ham. Hop, zaxiradan eng zo'r kuchaygani mana Osman Dembele 600. Keyin Valverde yaxshi kuchaygan. Tepasi ko'k, pasti yashil bo'lib kuchayganda. Mana Pedrini kuchayganini ko'rishingiz mumkin. Barselona ham ancha zo'r kuchaygan. Do'stlar, momaqaldiroq yomon bo'ladi. Sizlarga ham eslatdim videoda. Wolves ham ajoyib tarzda kuchaymoqda. Hop, mana bu futbolchilar hali kuchaymagan umuman. Ikkinchi zaxirani ko'rishingiz mumkin. Lamine Yamal ham zo'r kuchayib turgan joyda. Pasiga bitta tushganda zo'r bo'lardi, uni omad kelmagan. Yamal ham yaxshi kuchaygan lekin. Mana Ronaldoning udarini 100 qilganman. Staminasi ham 100 bo'lganda chotki bo'lardi. 92lik holatiga zo'rda. Mana Leao ham dahshat kuchaygan, 400. Ronaldoni mana kuchaytirdik videoda. Hop, mana Taylamas o'zi birinchi olganimda kuchaytirganman, o'shani kuchaytirib qo'yganman. Niko Pas hozir 82lik darajasida bo'lgan, lekin men 79lik darajasini kuchaytirganman, olib qo'yganman. Mana bu yerda kuchaymagan futbolchilar qolganlari. Mana Barkoli ham Fransiya gruppadan chiqqani uchun 85 bo'lgan. Crespo'lar bor. Diarrasga yetdi ham ancha yaxshi futbolchi, yaxshi o'ynaydi. Qolgan futbolchilarni mana ko'rishingiz mumkin. Hop, mana akkauntim shulardan iborat edi. Videomiz ham shu joyida tugatishga majburman. Sizlar like bosib, obuna bo'lib qo'yib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, yanada bundan ham zo'r kontentlar chiqaramiz, xudo xolasa. Bo'lmasam hammaga xayr, rahmat, sog' bo'linglar.